Ko'rib turgan ekraningizdagi video lavhalar sun'iy intellekt emas, haqiqiy. Bizani bog' markazimiz 35 yildan oshiq o'z faoliyatini O'zbekistonda yurg'izib kelyapti. 91-yil Bahor gullari kompaniyasiga asos solingan va hozirgi kunga kelib 120 gektardan oshiq yer maydonlarida Italiyadan, Yevropadan mahsulotlarni olib kelib, O'zbekiston iqlimiga moslaymiz. Ko'rib turgan o'simliklar hammasi O'zbekistonda chirchiqda. 120 gektarlik maydonda 700 xildan oshiq o'simliklarni navini ishlab chiqaramiz va hozirgi kunda 700 xil nav va 4000 xil nomenklatura bor. 4000 xil razmer, o'simlik, pozitsiyalari har xil. Ko'rib turgan ushbu o'simliklaringiz Gartenziya, bu golubay yel o'simligi. Barchasi italyanskiy o'simliklar. Kichkina razmerda olib kelib, ularni 2, 3, 5, 6 metrlargacha o'stiramiz. Agar sizlarning turar joy majmuanglar bo'lsa, har doim bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Shunaqa o'simliklar bilan ta'minlab beramiz. Optim narxlarda. Chunki biz o'zimiz distributsiya bilan ham shug'ullanamiz. Eksport ham qilamiz. Hozirgi kunda 7 ta filial mavjud. Bahor gullarini 7-sini Tojikistonda ochganmiz. Aynan Tojikistonda men o'zim boshqaraman. Tojikiston hududida agar tanishlaringiz bo'lsa, menga bemalol chiqsa bo'ladi. Aloqa chiroyli narxlarda yaxshi o'simliklarni qilib beramiz. Turar joy majmualariga yoki ofis, restoran, xonadonlarga shunaqa go'zal o'simliklarni ta'minlab berishimiz mumkin yaxshi narxlarda.